Endi braletimizni primerkaga tayyorlaymiz. Uning uchun biz tikishimiz kerak bo'ladi. Hamma detallarimizni bir-biriga ulab olamiz. Primerkaga tayyorlash uchun bizga nafaqat mana bu detallarimiz, unga qo'shimcha furnituralarimiz kerak bo'ladi. Bular mana bu rezinkamiz hamda britel lentichkamiz hamda mana bu taqilmamiz bizga kerak bo'ladi. Va albatta mayda taqilmalarimiz ham kerak bo'ladi. Hozir ketma-ketlikda tikamiz. Oldi detaldan boshlaymizmi yoki orqa detaldan boshlaymizmi? Buni umuman farqi yo'q. Chunki alohida detallarni ulab olamiz, keyin yonchoqini birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, avvaliga mana bu ikkita oldi relyefdan boshlaymiz. Hamda poyasini o'rnatamiz. Ishni relyeflarimizni tikishdan boshlaymiz. Uning uchun mana bu yon relyef va oldi relyeflarimizni olamiz. Belgilarimiz bor, ya'ni ko'krak markaz belgilarimizga biz belgi qo'yib qo'yganmiz. Mana shu belgini qo'yib olamiz avvaliga. Ana undan keyin bulavka bilan qotiramiz. Mana belgilarim juda ham bilinmas. Maniki 2 mm, 2,5 mm mana. Bulavkalab tayyorlab olamiz hamda qo'lda choklab olamiz. Yoki bo'lmasam birdaniga mashinkada tikishimiz ham mumkin. Mana. Qo'yamiz. Bir tomonini bulavkalab oldim. Bir tomonini mana bulavkalab oldim. Endi ikkinchi tomonini ham xuddi shu ko'rinishda bulavkalab tayyorlab olaman. Ana unda so'ng qo'lda choklab tayyorlab qo'yaman. Oldi relyeflarimni bulavkalab tayyorlab oldim. Endi orqadagi poyasimni ham tikib olaman, ya'ni bir-biriga birlashtirib olaman. Olaman yuqori poyas, pastki poyas qo'yaman. Menda belgilarim bor. Natsechkalarimga qo'yaman. Detallarimizni mashinka choki yordamida birlashtirayotgan vaqtimizda choklarimiz har xil обработка qilinadi, ya'ni har xil choklar bilan tikiladi. Masalan, orqa detalimiz, ya'ni orqa poyasimiz cho'ziluvchan bo'lishi kerak. Shuning uchun zigzagdan foydalanamiz. Hozircha men primerka bo'lgani uchun o'rtacha zigzagdan foydalanaman, lekin chokim 0,5 dan ko'payib ketish kerak emas. Tikayotgan vaqtimizda mana bu joydan ip qoldiramiz, toki tortishga oson bo'lsin. Mana. Zakrepka qilmaymiz. Ozgina ko'tarib olamiz mana. Surilishini ko'rishingiz mumkin, shuning uchun. Oldi relyef choklarimizni birlashtirishda esa oddiy to'g'ri chokdan foydalanamiz. Men mana bulavkada tikyapman. 0,5 cm chok haqidan foydalanaman mana. Ehtiyot bo'lamiz. Men bulavkalarimni olmasdan tikyapman, lekin nazorat qilib turibman. O'zi aslida bulavkalar olinishi kerak. Men olmasdan tikyapman. Zakrepka qilamiz. Ikkinchi tomonini ham xuddi shunday qilib tikib olamiz. Oldi relyefimizni ulab bo'ldik. Endi bizada oldi poyasimiz qoldi mana. Endi oldi poyasimizni mana bu chashkalarimizga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda bizada choklarimiz bor. Mana shu choklarni demak tikishimiz uchun hozir birini ustiga birini o'tkazamiz. Aks holda mana bu detalimiz bundan katta bo'lib qoladi. Shuning uchun kelinglar, mana bunaqa qilsak ham bo'ladi. Mana bu chok haqini mana bulavkalab turamiz. Bulavkalab olamiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. O'zi aslida haqiqiy tikilganda bunaqa bo'lmaydi, chunki mana bu choklarimiz hammasi обработка qilingan bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi va ular uchma-uch turadi. Hozir esa mana qo'yib oldim. 0,5 bo'lish kerak yoki bo'lmasam kelinglar buni birini ustiga mana bunday qilib
qo'yib olsak ham bo'ladi. Shunda 1 santimetr bir-biriga o'tadi mana. 0,5 chok haqi bilan mana bir-biriga o'tkazib olamiz mana. Qo'yib olamiz. Endi poyezimizni tikib olamiz. Markazini qo'yamiz. Markaz bir-birini ustiga qo'yamiz va bulavkalab, so'ngra zigzag yordamida birlashtirib tikib olamiz. Oldi detalimiz mana tayyor bo'ldi. Endi yon choklarini ulaymiz. Oldi yon chokiga mana bu orqa poyezimizni o'rnatamiz mana. Bulavkalaymiz hamda to'g'ri chok yordamida tikib olamiz. Yonchoqlarimizni mana birlashtirib tayyorlab oldik. Braletimizni hamma detallarini bir-biriga birlashtirdik. Mana endi biz taqilmalarimizni tikishimiz kerak bo'ladi. Taqilmalarimiz qayerda bor? Ya'ni taqilmalarni furnituralarni aynan primerka uchun yig'amiz. Demak, mana bu yerda bo'ladi. Orqada bo'ladi kaltsiolarimiz hamda mana bu orqasiga biz mana bu kruchokdan tikamiz hozircha. Ishni nimadan boshlaymiz? Ishni birinchi mana bu yelka chizig'iga mana hozir bu yerda hech qanaqa chok haqalari hammasi o'zini joyida turibdi mana. Mana bu ko'rinishda primerka uchun mana shu ko'rinishda qo'yamiz hamda bulavkalab to'g'ri chok yordamida mahkamlab olamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Olamiz. Mana to'g'rilab olamiz. Bu yelka chokida, endi orqa chokida. Bu yelka chokida, endi orqa detalida qanday bo'ladi? Orqa o'rta chokidan ichkariga 5 santimetr belgilaymiz mana. 5 santimetr belgilab mana tayyorlab olamiz. Mana. Hamda mana bu bretelimizni mana bu ko'rinishda tikib olishimiz kerak bo'ladi mana. Mana shu ko'rinishda bretelimizni mahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi o'zi aslida mana bu joyda kesib mana bu kaltsioyimizni kirgizishimiz kerak bo'ladi mana. Mana bu joyda kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu o'zingizga havola, marhamat kesib kirgizib qo'yishingiz ham mumkin yoki bo'lmasam hozircha primerka uchun mana bu ko'rinishda yig'sanglar ham bo'ladi. O'zingizga havola. Chunki mana bu o'lchamlarimiz hali o'zgarishi mumkin. Shuning uchun shundayligicha tikib, keyin primerkadan so'ng mana bu kaltsiolarimizni yoki boshqa regulirovkalarimizni qo'ysak bo'ladi. Mana hozir mana shu ko'rinishda qo'yaman. Mana buni taqmay turaman. Ikkala tomonga buni demak pastki tomonini hamda yuqori tomonini mahkamlab tayyorlab olaman. Va mana bu yelka chokimni mashinkada qotirib olaman. Bretel lentamizni bulavkalab olganimizdan so'ng hali mashinkaga bormasimizdan oldin mana bu kruchoklarimizni ham o'rnatib tayyorlab olsak bo'ladi. Birato'la keyin mashinkada qotiramiz. Olamiz mana bu petlasini mana bu tomoniga, ya'ni chap tomoniga qotiramiz mana. Mana buni orasi ochiladi. Mana kirgizib tikib olamiz mana. Kirgizib tikib tayyorlab olamiz. Albatta avvaliga qo'lda, ana undan keyin mashinka yordamida. Bu chap tomoni. Endi esa o'ng tomoni mana. O'ng tomoni esa qaranglar qanaqa tikiladi, qo'yiladi mana. Mana bu ko'rinishda orasiga olinadi mana. Mana shu ko'rinishda avvaliga qo'lda choklaymiz, keyin mashinkada mahkamlab olamiz. Lentalarimizni tikib, kruchoklarimizni tikib tayyorlab oldik. Mana men lentamni mana bu kaltsiodan kirgizib tayyorlab oldim. Endi bemalol primerkaga kiydirsam ham bo'ladi. Hozircha mana buni men bulavka bilan mahkamlab qo'yaman. Primerkada buni kontrol qilishim uchun menga bulavkani o'zi yetadi mana. Tayyorlab qo'yaman.